Pinduoduo ilovasini ko'rib o'tirganimda shu ajoyib stakanga ko'zim tushdi. Podstavkasi bu stakan elektronli ekan. Tokka ulab, bemalolgina issugina qilib choylarni, kofelarni ichib yursanglar bo'lar ekan. Narxi ham arzon bo'lgani uchun zakaz qilib ko'rishga qaror qildim. Ayniqsa menga shunaqa korobkada kelgani rosa ham yoqdi. Bemalol sovg'a sifatida bersanglar ham uyaltirmas ekan. Men ishlatib ko'rish uchun ichiga choy solib ko'rdim. Keyin tokka ulaganimdan keyin boshida ishlamadi va hayron qoldim. Keyin bilsam, ichiga ko'proq suv uyli solgan yildan keyin ishlashni boshlarkan. Bu stakan ayniqsa ofisda ishlaydiganlar uchun juda ham qulay ekan. Ichayotgan kofelar ham sovib qolmaydi. Bunaqa stakanlar o'zimizda qanchaga sotilayotgan ekan deb qidirib ko'rdim uzundan qiziqib. Narxini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Skidkada 88 ming, 86 ming. O'zining narxi bu stakanlarni esa hattoki 200 ming, 300 mingga ham sotilgan ekan oldim. Bu stakan menga kargo pul bilan ham ancha arzonga tushdi. Xitoydan bemalol chinni idishlarni ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Buning uchun tovaringiz yaxshi upakovka qilingan bo'lishi kerak va ishonchli kargochilar bilan ishlayotgan bo'lishingiz kerak. Bunaqangi qiziqarli ma'lumotlarni meni profilimda topishingiz mumkin.